Buni qarada, buni qara. Endi buni olib chiqmasam bo'lmaydi. Odam ishdan charchab chiqadi. O'zini joyiga parkovkani qilibdi. Bu mana mashina. Bitta Damas mana, bitta Lacetti, mana bu yerda Tracker turibdi. Bularni endi men cho'qitishim kerak, telefon qilib, qayerga nomerini topishim kerak. Shunga bitta oddiy yechim topdim. Ya'ni sizlar uchun ham foydali bo'ladi. Sizlar mana bozorga mashinalarni qo'yasizlar, asab bo'limni yerinchi qilib o'tirasizlar-ku, uni nomeri ham yo'q ekan deb. Shuni videoni kuzatsizlar, sizlarga bitta oddiy yechim bor. Foydali, manfaatli bo'ladi. Qaranglar. Qaraymiz. Hammaga ro'yxat предложенияsi bor, ha, ro'yxat. Ya'ni shu sug'urtalarni tekshirasizlar, hujjatlaringizni tekshiradigan. Shuni ro'yxat предложенияsiga kiramiz. Avtosignal bo'limiga o'tamiz. Transport vositasini, davlat raqamini skaner qilib olamiz. Xo'p, xabarnoma jo'natish va qo'ng'iroq qilish bor. Qo'ng'iroq qilish bitta bosamiz. 3000 so'm ataga. Mana shu yerda olmaymiz, ha buni. Bosamiz. Menga qo'ng'iroq qilib bering mana. Kuzatib boramiz. Qo'ng'iroq amalga oshirilmoqda. Ko'taramiz. Eshitamiz. Ketar. Alo, assalomu alaykum. 80V 632 DB avtotransport vositasi siznikimi? Mashinangizni oling chetga, biz chiqib ketaylik. Ko'ryapsizlar, biz misol mashinani egasini olmaymiz. Shunga yechim keladi, mashinasini oladi, ketadi. Kuzatishni davom etinglar, sizlar uchun foydali kontentlarni chiqarishni davom etamiz.